Bu yosh yigit, yosh qizni o'rtasida bo'layotgan noshar'iy harom desak ham bo'laveradi. Harom muhabbat deymizmi, sevgi deymizmi? Bu narsa juda ko'p zarar keltiradi. Birinchi zarar yosh umrni hazon qiladi. Vaqtingizni o'g'irlaydi. 2 yosh mana o'g'il bola bo'lsa, sevgan qiziga, qiz bola bo'lsa sevgan yigitiga qachon qarasangiz telefonda SMSlashgan, Telegramda yozgan, qancha umr ketyapti, qancha vaqt ketyapti. Yana bir narsaki, bu noshar'iy sevgi insonning qalbiga mahzunlik olib keladi. Shuning uchun eshitamizda 2 yosh bir-biriga yetishalmay, bir-birini joniga qasd qildi, bir-birini qorniga baravar pichoq tiqibdi, yo 9-etajdan o'zini tashabdi deb. Nima uchun joniga qasd qilyapti bu yoshlar? Sevishgan yoshlar. Sabab qalbida o'ta ham mahzunlik, o'ta ham depressiya deymiz, tushkunlik bor. Noshar'iy sevgi insonning qalbiga mana shunaqangi tushkunlikni olib kelib qo'yadi. Iloji yo'q, u inson shu qalbda bo'layotgan nima deydi, aytamiz, o'sha tushkunlikdan qutulish uchun o'zini joniga qasd qilishlik yo'lini izlab qoladi. Juda ko'pchilik so'raydi, islomda sevgi degan narsa bormi deydi. Javob beramizki, ha bor. Islomda sevgiga alohida e'tibor berilgan. Allohga bo'lgan sevgi bor, payg'ambar alayhissalomga bo'lgan sevgi bor, solih insonlarga, ulamolarga, o'zingizni ayolingizga bo'lgan sevgi bor, farzandlaringizga bo'lgan sevgi bor. Lekin mana shu joyda savol tug'iladiki, yosh yigit bilan yosh qiz bir-biri bilan sevishi durustmi deyiladi. Bu savolga javob qat'iy. Dinimizda bunga ruxsat yo'q. Yosh yigit bilan yosh qiz bir-biri bilan sevishayotgan paytda bir necha gunohlarni qiladi. Nomahram bilan shariat aytgan, dinimiz aytgan nomahram bilan yolg'iz qolma deganmi? Yolg'iz qolishlik durust emas. Nomahramdan ko'zingni tiy deganmi? Nomahram bilan gaplashma deganmi? Nomahram bilan gaplashishlik durust emas. Yosh yigit bilan yosh qizni nikohsiz sevishi bu eng befoyda sevgilardan. Bu sevgida hech qanaqangi savob yo'q. Dinimizda, shariatda sevgiga ham savob beriladi. Sevgiga ham ajr olasiz. Qachon nikoh bilan ayolingizni sevsangiz, nikoh bilan tug'ilgan farzandlaringizni sevsangiz, otangizni, onangizni sevsangiz, Qur'onni sevsangiz, Allohni sevsangiz, payg'ambar alayhisalomni sevsangiz, bu sevgi turlariga odam ajr oladi, savob oladi. Lekin nikohsiz 2 yosh bir-biri bilan sevishadigan bo'lsa, bu sevgiga gunoh oladi. Shuni yaxshi bilaylik. Bunaqangi sevgini noshar'iy turi insonning qalbiga faqat g'am, anduh, haligi aytamiz-ku, depressiya deb qo'yamiz-ku. Qalbga depressiya olib keladigan narsa aynan mana shu tushkunlik deydi o'zbek tilida buni. Nimaga? Ikkita sevishgan doim qarasangiz tushkunlikda. Doim qarasangiz sevgidan kuygan, sevgidan o'lgan, boshqa qilgan. O'shaning uchun ham gilavnisiga qachon qarasangiz qonlar oqib turgan atir yo'lda rasmini qo'yib oladimi? Yana yozib oladi. Men hayotdan to'ydim, yaqinda hayotdan ketaman, qutulasiz deb keyin gilavnisiga yozib qo'yib olaveradi-da. Bu nimaga bunday desangiz, o'sha noshar'iy sevgi bilan mubtalo bo'lgan bunaqa insonlar. Shuni yaxshi bilaylik. Dinda, shariatda qaytarilgan ishni qilgan odam qalbiga faqat g'am, anduh orttirib oladi. Shariat ko'rsatgan ishlarni qilib yursa, qalb faqat xursandchilik, faqat sururga, hayotiga mazmun kiradi, hayotga bir qiziqish bilan qaraydi. Noshar'iy ish qilgan odam qachon qaraysiz qalbi zulmat, tushkunlikda yuradi. Shuning uchun nasihat shuki, yosh yigit, yosh qiz hech qachon noshar'iy sevgi bilan mubtalo bo'lmagan. Bu eng befoyda sevgi, vaqtingni oladigan sevgi. Bu sevgini foydasi yo'q. Ming sinfdoshingni, ming kursdoshingni sevganing bilan uni sen kamdan kam holatda uni nikohingga olasan yoki kelajakda unga uylanasan. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Nikohda maqtab aytdilarki, 2 bir-birini sevuvchi insonlar uchun nikohdan yaxshiroq narsani ko'rmadim dedilar Rasululloh. Eng go'zal sevgi, ajr oladigan, savob oladigan sevgi bu nikohdan keyin bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom ham sevganlar. Rasulullohdan so'raldi: "Yo Rasululloh, insonlardan eng ko'p yaxshi ko'rgan odamingiz kim? Siz eng ko'proq kimni sevasiz?" deganlarda Payg'ambar alayhissalom Oyshani yaxshi ko'raman dedi. Hatto ba'zi rivoyatlarda keladi, Payg'ambar alayhissalom
jon taslim qilayotgan vaqtlarda Oysha onamizni oyoqlariga boshlarini qo'yib olganliklari sababi yaxshi ko'rgan insonni quchog'ida jon berishlik demak o'lim alamini ozgina ozaytirishi mumkin deb ba'zi hadisni sharhlagan ulamolar aytadilar. Bu ham bir rivoyat. Shuning uchun aytamizki, sevgi islomda albatta bor narsa. Sevgini ikki xil turi bor. Savob oladigan turi bor, gunoh oladigan turi bor. Nasihatimiz shuki, aziz yoshlar, qizlar, bolalar hech qachon sevgini mana u gunoh oladigan turi bilan mubtalo bo'lmang. Vaqtingizni o'tkazmang, undan ko'ra o'qing, undan ko'ra izlaning, undan ko'ra foydali ishlar bilan mashg'ul bo'ling. Xudo xolasa, to'yingiz bo'lgandan keyin, nikohlanganingizdan keyin o'zingizni eringizni yoki o'zingizni ayolingizni har qancha sevsangiz, mana shu narsada eng katta ajr Xudoning roziligi bor.